Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Nishon tuman ixtisoslashtirilgan maktab boti qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Unda bo'lsa boshladik. Birinchi bo'lib Telegramga kirib olamiz va postdan qidiruv oynasidan Nishon itma bot deb yozamiz. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi agentligi boti mana. Chiqib keladi Nishon tuman ixtisoslashtirilgan maktab boti. Start bosamiz. Start bosgach mana maktab kanaliga ulaning dedi. Kanalga kiramiz. Join channel. Keyin yana qaytadan start yuboramiz. Iltimos sinfingizni kiriting. Bu statistikani aniqlab borish uchun yordam beradi. Shuning uchun ham sinfni kiritishimiz kerak. 8-B sinf. Mana hozircha 8-B sinfdan bitta o'quvchi kirgan, ya'ni men. Endi esa mana natijamni bo'lsak hozircha men odam qo'shmam. Statistika 8-B hozircha 0 ta odam qo'shgan. Hozir men odam qo'shgandan so'ng 2 ta bo'lib qolishi kerak. Keyin referal. Mana referal havola. Men buni yaqin do'stlarimga jo'natishim mumkin. Faqat shu link orqali ular kirsa menga ochko qo'shiladi. Va e'tibor bering, sinf kiritayotganda boshqa sinf kiritmang. Faqat o'zingizni sinfingizni kiriting. Sinf masalan 5 yoki 6, 7, 8, 9, 10, 11 keyin chiziqcha minus belgisi, keyin A, B, D shulardan kiritasiz. Agar xato sinf kiritib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning bergan ochkolaringiz ishlamadi va statistikada sizning sinfingiz pastroq o'ringa tushib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ham iltimos sinfni to'g'ri kiriting. Keyingisi mana shu linkni hamma yuboradi do'stlariga, sinf guruhlariga. Yana yuborgach mana o'sha bal qo'shiladi. Masalan, keling men o'zimni do'stimga yubordim mana. Endi kiramiz mana. Botga kiramiz mana. E'tibor berib qaraymiz. Start bosdim mana botga. Mana iltimos sinfingizni kiriting deb keldi. Chunki men maktab Telegram kanaliga oldindan obuna bo'lganman. Endi mana yana kiritaman 8-B. Mana hozir qarasak, hozir bu kanalga kiray. Bu akkauntimdan mana kiradigan bo'lsak mana bundan ham referal olsak bo'ladi mana do'stlarimga yuborishim uchun. Keyin mana natijam. Mana siz 0 ta odam qo'shdingiz. Statistika 8-B 2 ta odam qo'shgan. Ya'ni boyagi akkauntim va hozir bu akkauntim. 8B 2 ta odam 8-Bdan qo'shildi. Endi mana bu referalni boshqa bitta do'stimga yuboradigan bo'lsam, keling mana bu profilga yuboraman. Va endi bu akkauntdan o'tib botga start bosaman. Mana aynan o'sha link bo'lishi zarur. Mana sinfingizni kiriting deyapti. Bu ham kanalga obuna bo'lganligi uchun shunday birdan so'rayapti. Kelinglar endi buni 5-A sinf deb ko'ramiz. 5-A sinf nomidan mana sinfingiz saqlandi bot menus. Endi statistikaga o'tadigan bo'lsak, mana 8-B 3 ta odam taklif qilgan. Ya'ni 3 ta odam. Bu birinchisi o'zi, ikkinchisi mana bu akkauntni taklif qilgani va uchinchisi bu akkauntni taklif qilgani. Mana endi mana bu yerda natijamni bosadigan bo'lsak, bu hali odam qo'shgani yo'q. Bu esa mana referal orqali qo'shish uchun link. Siz nechta do'stingizni taklif qildingiz ko'rish uchun mana bu xususiyat bor. Mana bu yerda natijam. Masalan, bu bitta odam qo'shdingiz deyish kerak. Mana siz 2 ta odam qo'shdingiz. Bu o'zi va boyagi profil bo'lganligi uchun. Endi bunda o'tadigan bo'lsak mana. Bunda ham mana natijam bu ham hozir aytadi. Boya 0 ta odam qo'shdingiz dedi, hozir bu natija ko'payadi. Mana boya bu mana bu akkauntim buni qo'shdi va buni qo'shganligi uchun bu 2 ta deyapti. Hozir bu esa bitta odam qo'shdi, ya'ni mana buni qo'shdi.
Botning ishlash sxemasi xuddi shu tarzda bo'ladi. Botga kirasiz, kanalga obuna bo'lasiz, sinfingizni to'g'ri kiritishingiz kerak va bu yerda mana referalingizni olasiz va do'stlaringizga shuni yuborasiz. Shu orqali siz statistikada sinfingiz teparoqda chiqadi va tepada bo'lgan birinchi o'rinda turgan sinfi g'olib bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.